Bu milium yog' bezlarining kistasi. Bunday toshmalarning toshishiga diyetaning umuman aloqasi yo'q. Ya'ni emizadigan ayol diyeta qilsa ham, qilmasa ham bunday toshmalar toshaveradi. Chaqaloqlarning burni yuzida mayda oq va sarg'ish donachalarining toshishi kasallik emas, normal o'tib ketuvchi tranzitor holatdir. Chaqaloqlarning 3-6 oyliklar orasida bunday toshmalar o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketadi. Bunday toshmalarning ichida yiring umuman yo'q va bunday toshmalar bolalarga hech qanday noqulaylik tug'dirmaydi. Xo'sh, nega chaqaloqlarda bunday toshmalar toshadi? Chaqaloq 9 oy davomida ona qornida suyuqlik ichida yotadi. Tug'ilgandan keyin esa chaqaloq terisi tashqi muhitga va havoga moslashishi kerak. Chaqaloqlar yuzi havoda qurib qolmasligi uchun yuzda joylashgan yog' bezlari yog' ishlab chiqara boshlaydi. Lekin bu vaqtda yog' kanallari, ya'ni yog'ni tashqariga olib chiqib ketuvchi yo'llar hali to'liq shakllanmagan bo'lganligi uchun yog' u yerda turib qoladi va tiqilib qoladi. Natijada bunday toshmalar paydo bo'ladi. Bundan tashqari chaqaloq organizmidagi gormonal o'zgarishlar, onadan bolaga o'tgan gormonlarning ta'siri, bolaning o'ziga xosligi va o'z vaqtida cho'miltirmaslik ham bunday toshmalarning toshishiga olib keladi. Bunday toshmalarni teshish, siqish, spirt va kremlar surish mumkin emas. Toshmalar diametri 3 mm dan katta bo'lsa, toshmaga infeksiya tushib, yallig'lansa yoki qizarsa, bu holatdagina davolanadi. Qolgan holatlarda umuman davo talab qilinmaydi.